Mezbonlar oyoq qo'li charchamasin, dard ko'rmasin. Davramizda ozgina tartibga olamiz mehmonjonlar, mezbonjonlar. Kuyovni jo'ralari bormi? Bitta aylanib davramizni bitta chiroyli qilib tartibga olsin. Kuyov jo'ralari bormi Talkavoy? Endi davramizni davom ettiramiz. Mana bugun sezib turganingizdek, ikkala yosh emas, to'rtala yoshning nikoh kechasiga kelib guvohi bo'lib turibmiz. Mana shu to'rtala yosh o'ylagan niyatlariga yetishib, baxtli hayot kechirishligini Allohdan so'rab qolamiz. Men bu yigitlarning bir narsasiga besh ketdim-da, qoyil qo'yardim. Bularning amakilari, bobolari o'zlarini shu bo'lalaridan, shu amakilaridan, xolalaridan uylanganda, bir ikkitasi almatdan borib uylanganda, shu qarindoshning qizi shu qolib ketmasin deb o'ylaganman. Endi bu bilan bu qishloqda qizi yomon demoqchi emasman, yaxshi qiz qishloqdan chiqmaydi deydi. Lekin mana shu yigitlarga yo qishloqdan qiz bermagan, yo qishloqda qizini pisand qilmagan, uzoq-uzoqdan olib kelibdi. Biri Qo'shko'ldan, biri Mirishkordan, qo'shganini qo'sha qarsin. O'sha taqdir deyishadi-yu. Shundan urug'ni buzib, bir yangi urug' tayyorlatganiga mana shu ikkala yoshga umrlariga uzoq tilab qolamiz. Xudo xolasa mana shu Arslonjon 10 ta o'g'il ko'rsin. 10 ta o'g'il ko'rib, bir 6 tasi voleybolist bo'lib yursin. Qolgani ko'pkari chopib yursin degan insonlar bitta chiroyli gildiroz qarsak bo'lsin. Rahmat, rahmat. Mana Turg'unjonim 10 ta o'g'il bo'lsin. 10 ta o'g'il ko'rgandan keyin o'zi bilan qo'shib futbolist bo'lib yursin. O'g'il bolalar jahon chempionlari bo'lib yurishligini Allohdan so'rab qolamiz. Endi davramiz qiziqroq o'tish uchun bitta narsa aytib beraman. O'xshasa qarsakni qarsillatib qo'yasizlar, o'xshamasa chapakni charsillatib qo'yaverasizlar. Nimada nima bo'lmaydi? Osh pichoqni qini bo'lmaydi, maymunlarni shama bo'lmaydi, odamlarni dimi bo'lmaydi. Jinnida kalla bo'lmaydi, ruslarda salla bo'lmaydi, tuyada taqa bo'lmaydi, burukda yaqa bo'lmaydi. Beg'amda o'ylov bo'lmaydi, qizlarda mo'ylov bo'lmaydi. Bobaylarda tishi bo'lmaydi, momaylar bilan ishi bo'lmaydi, baliqda o'pki bo'lmaydi, erkaklarda yubka bo'lmaydi. Ko'z yoshning rangi bo'lmaydi, oltinda zangi bo'lmaydi, gaz yonadi, kuli bo'lmaydi, qurumsoqda puli bo'lmaydi. O'g'li yo'qda kelini bo'lmaydi, tovuqlarda uyog'ini aytib bo'lmaydi. Toza yerda sho'ri bo'lmaydi, shantaj xotinlarning eri bo'lmaydi. Bo'lsa ham o'ziga o'xshagan bo'lishi mumkin, lekin normal erkak bilan yashab bo'lmaydi. Spirt bo'lmasa aroq bo'lmaydi, kal odamda taroq bo'lmaydi. Paxsa uyda xodasi bo'lmaydi, beton uyda dodasi bo'lmaydi. Yangi ronda oyna bo'lmaydi, xo'rozda qaynana bo'lmaydi. O'ylamaydigan odamda qayg'u bo'lmaydi. Yangi kuyovda uyqu bo'lmaydi. Qarsak bo'lmasa talant bo'lmaydi, talant bo'lmasa kelin bo'lmaydi. Davramiz chiroyli o'tyapti degan insonlar bo'lsa bitta chiroyli gildiroz qarsakni qarsilatib qo'ysa. Rahmat, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Davramizning fayziga fayz, chiroyga chiroy qo'shib turganlaringiz uchun sizlarga kattakon rahmat aytib qolamiz. Yaxshi kayfiyatda qarsakni qarsilatib tursalaringiz biz ham o'zimizdan ochilib, qo'ldan kelgancha mehnat qilishga harakat qilamiz. Kelin-kuyovlarimiz bemalol joylaringizni egallab o'tirib olishlaringiz mumkin. Endi mana shu kuyovimizning Arslonjonning do'stlarining onalaridan muhabbat onamiz bor ekan davramizda. Mana shu davramizga chaqirib, onalarining nomidan chiroyli sovg'asi ham bor ekan. Mana shu yoshlarga ikki og'iz shirin tilaklarni bildirib qolishini so'rab qolamiz. Marhamat, muhabbat onasi bormikan davramizda Arslonjonning do'stlarining onalari? Davramiz sizga muntazir. Marhamat. Allasiga alishmasman dunyoni. Ming bitta duodan afzaldir so'zi. Devona qilurman darsman daryoni, bir tomchi yosh ila aylansa ko'zi. Terib qo'ysang shoir deganni, baland tog'ning toqiga 10 mingta majnun nima bo'libdi? Arzimas sochining bitta oqiga. Shirkmas u Xudoyim, o'zi kechirsin. Men faqat otamni, onamni tavof qilaman. Boshidan o'girib ichgan suvimni 10 mingta zamzamdan afzal bilaman. Axir o'zi tirik ma'bud-ku onam, aslida mehridan bunyod bo'libman. Nurida yeni pok oppoq Ka'ba-ku ona, men esa oppoq Ka'ba izlab yuribman. Rosti gap, dunyoni o't olib ketadi. Onamni sog'inib yig'lasam agar, mendayin farzandlar bir tinga qimmat ota-onasining duosini olmasa agar. Avvalambor onajon xush kelibsiz. To'ylar muborak bo'lsin.
mana shu nevaralaringizga, farzandlaringizga ikki og'iz shirin tilaklaringizni bildirib qolishingizni tilakdoshi bo'lib qolamiz. Marhamat. Rahmat, rais.